Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi kuzatuvchilar obunachilarimiz. Bugun 18-oktyabr 2025-yil navbatdagi universal granulyatorimiz soatiga 100 kg 150 kg chiqaradigan 7,5 kW ming oborotli Moskvich zadnimiz roliga ilingan granulyatorimiz Farg'ona viloyati Qo'rqoq tumaniga tayyor bo'ldi. Hop, akamiz ikkita razmer bilan zakaz qilishgan 8 va 6 mm da mollarga va qo'ylarga. Hop, ushbu granulyatorimiz soatiga 100 kg 150 kg yem chiqaradi. 1 soatda 7,5 ming so'm, ya'ni 7,5 kW limitdan tashqarida 7,5 ming so'm rasxod qiladi. 100 kg yem chiqarganda ham 7,5 ming so'm rasxodi bor xolos. Hop, endi bunda 6 mm razmerida yem chiqarib ko'rsatamiz. Hozirda buni ishchi rabochiy holatga tayyorlab qo'ydik. Qani boshladik. Hop, mahsulotimiz hozirda faqat makkani o'zi. Qaranglar makkani qanaqa chiroyli chiqishini. To'ldirib qizdirib olganmiz. Hop, granulyatorimiz 6 mm da chiqyapti. Qo'ylar razmeri. Hamma teshiklar ishlayapti, xudo xolasa. Hop, apparat 5 minutda qizib oladi. Qizib olgandan keyin yana ham chiqarishingiz yoshadi. Boshladi qizishni. Hop, qizishga kelyapti. Hop, stanok ishlab turadi. Ishlab turguncha biz boshqa mahsulotlardan obzorini qilib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bizda hozirgi kunda 220 lik granulyatorlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Soatiga 50-60 kg chiqaradigan 4 kW samazashtari knopkalari bilan jihozlangan. Hozirgi kunda narxi 8 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin. Hop, undan tashqari universal drabilkalarimiz ham tayyor bo'lyapti. Super drabilkalarimiz 8 tali pichoqli va 20 ta pichoqli mahaviy malatkaoli drabilkalarimiz, 2 shoxli drabilkalarimiz, universal granulyatorlarimiz, mana bu yerda super drabilkalarimiz. Hop. Akamiz maska bilan yashab oldilar. Hop. Granulyatorlar soatiga 80 kg chiqaradigan 4 kW turlari ham tayyor bo'lyapti. Bundan tashqari mana tezlashni boshladi, chunki qizidi. Hop, bundan tashqari soatiga 300 kilolik granulyatorlarimiz ham bor. Nalichidaga kerak bo'lsa, bundan tashqari barcha turdagi Xitoy granulyatorlaridan remont qilib beramiz. Ish jarayonlarimiz ketyapti. Matrisalarni qanday yasaysizlar, o'zingizdan yasaysizlarmi yo olib keltirasizlarmi chet eldan deganlarga, akalar, mahsulot o'sha matrisasini materiallari asosan chetdan keladi, lekin zagadovkasi o'zimizda bo'ladi. To'kirimiz matrisani ishlayaptilar. Hozir biz soatiga 500 kilolik granulyator matrisasi tayyor bo'lyapti. Vallarimiz ham o'sha granulyatorlarga ishlatiladigan vallarni o'zimiz tayyorlaymiz. Har bitta detalini. Undan tashqari mini granulyator bilan katta granulyator farqi yo'q. Mana rolilargacha o'zimiz yasaymiz. Hech qanaqa chetdan kelmaydi. Har bitta detal bor. Moskvichlarni qiryapmiz. Barcha O'zbekistonda Moskvich zoti borki, shular reduktorini olib kelib, o'zimiz so'yib yasayapmiz. Men yerda mana mahsulotlarimizni, granulyatorlarimizni rolilariga mana bunaqangi pildiroqlarni ham o'zimiz o'sha yerda shponkasini ochib, bu yerda sverlinli stonalarda nima qilyapmiz? Mana bu yerda plushinka ham yasayapmiz. Xudo xolasa, u ham yaqinda yangilik bo'ladi. Hop, akalar, bundan tashqari yana ikkita seximiz bor, plazma seximiz bor, katta sverlinli, katyonli sexlarimiz bor. Endi ularga hozircha kira olmaymiz, sababi vaqt ko'p olib qo'yadi. Mana ko'rgan bo'lsalaring, akalar tezlashdi. 5 minut o'tdimi, aradan 4 minut o'tdimi, soatiga bemalol 100 kg dan oshiryapti. Boso, to'ldirib solib qo'ygan, akalar ko'rsin, to'ldirib solganingni. Bos. To'xtab qolish degan narsa yo'q. Xudo xolasa qizib olgandan keyin bemalol bunkerini to'ldirib qo'yasiz. Ba'da semeskani chaqib o'tiraverasiz, o'zingiz endi chiqarib soqqani bosaveradi. Akalar, kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazarchidamiz. Granulyatorlarimiz respublika bo'yicha bitta bizda ishlab chiqarilyapti.
mini granulyatorlar albatta liniya ishlab chiqarmaymiz. Hop. Nomerlarimiz o'sha bemalol aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Faqat bitta iltimos qilamiz, granulyatorga bo'lgan zakazimiz ko'pligini hisobiga ochirt bilan beryapmiz. Etapma-etap hammani o'zini shu srogi bor, 20 kunmi, 1 oymi dogovorlarimiz bor. Iltimos qilamiz, agar 2-3 kun o'tib ketadigan bo'lsa, bizni to'g'ri tushunishadi. Sababi 5 ta respublikaga eksport qilayotganimiz sababli yetkazib bera olmayapmiz. Ishchi kuchini kuchaytirganimiz bilan o yerda 2-3 ta sexlarimiz bor, ular ham ishlayapti. Yetkazib bera olmayotganligimiz sababli iltimos qilamiz, 2-3 kunga to'g'ri tushuntirsin. Lekin ish jarayon ketyapti. Hech qanaqa yo'qolib qolgan joylarimiz yo'q. Nomerlarimiz o'sha. Xudo xolasa, ana granulyatorimiz soqqani bosyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.